Amaki, salfetka oling. Obol salfetkani. Ko'ryapsanmi o'rtoq? Antichetda onasi turib bolasini jo'natadi. Rahmini keltirmoqchi bo'ladi. Bir so'm pul bermagin bo'ladi. Mana bola, Mana amaki. salfetkani boshqasiga sotasan. Bora qol. Nega mana shunaqa ishlaringni qilasan? Sipir olsanmi pulni? Qo'yaversin-chi. Mana. Sen jinnimi? Sen nimaga pul beryapsan? Bular hammasi mashinik-ku. Yo'q, o'rtoq. To'ni yoqalayapti. Bora qol. To'xta. Bir gal meni gapimga kir endi. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Qo'ysin-chi, o'rtoq. Shoshmay tur. Bunaqaligi o'yin bo'lib qoldi. Uyalmaysanmi? 4 putching soppa-sog' bo'lib turib, aravaga o'tirib olgani. To'rindingdan. Yo hammani oldida sharmandang chiqasizmi? Buni oyog'i bor o'zi. Mana bunaqa o'yinni maskal qilib. O'rtoq, har doim ham sen aytgandaqa bo'lavermaydi. Rahmatini chegarasi yo'q bo'lgan Robbim bizlarni qilgan gunohlarimizni shu orqali kechirdi. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda, uyanmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yo'lsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz olovsiz yonganlarni ko'rdim men.